Saodat asriga, payg'ambarimiz davrini ko'rishga avvalambor xush kelibsiz. Hozir adashmasam Makka va Madina shaharlarini, tarixini, o'sha davrdagi Saodat asrini ko'rdingiz. Ka'bani ham ichiga kirdingiz. Sizga shu ko'rganlaringiz ichida qaysi biri ko'proq ma'qul keldi, qalbingizga bir taskin berdi? Hali borib o'zim ko'rmaganman. Eng ta'sirligi menga o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha yashaganlari, masjidlari, o'sha paytdagi birinchi hozirgi emas, o'sha paytdagi yoqdi. Ya'ni sizga payg'ambarimiz davridagi Masjidul Nabaviy, ya'ni o'sha davrdagi qaysidir ma'nodagi holatlar ko'proq ma'qul keldi. Ka'bani hozirgi holatdagi ichiga kirganingizda qanaqa hissiyotlar o'tdi? O'sha yerda namoz o'qigim kelib ketdi. Ya'ni o'sha yoqda, ya'ni o'z ko'zingiz bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgingiz keldi, to'g'rimi? Xudo xohlasa, Alloh taolo sizga albatta buni ham nasib qiladi. O'sha Ka'ba, o'sha Masjidul, ya'ni payg'ambarimiz ravzalariga kirish imkoniyatini ham albatta taqdim qiladi. Payg'ambarimiz ravzalariga ham kirdingiz, o'sha paytda yashagan uylari naqadar oddiy, o'sha haqida ham ozgina gapirib bering. Hozirgi holatimiz qanaqa, holat qanaqa? Hozirgi holatimiz endi Allohga shukr, hamma narsamiz bor. Shunda ham noshukrchilik qilamiz, lekin ular shunaqa yerlarda yotgan joylari ham qattiq bilinib turibdi. Juda ham yaxshi zamonda yashayapmiz. Siz kelgan joyingiz ham o'sha davrni ozgina bo'lsa ham eslatdimi? Ha, shunaqa ekan, hozir endi qaradim. Birinchi kelganda qaramagan edim. Boshqalarga ham Viyar al-Madinani, Saodat asrini ko'rish imkoniyatini kelishsa, o'zingiz tavsiya bergan bo'larmidingiz? Ko'rsa, ko'rsa. Zo'r kelinglar.